Assalomu alaykum aziz o'quvchim, mani kanalimga xush kelibsiz. Tikmoqchi bo'lgan modamdagi ko'ylak lozimmi? Standart razmer bo'yicha 52-54 razmerga to'g'ri keladigan qilib andozasini modellashtirib tayyor qilib oldim. Endi bu andozalarni matoga qo'yib, ko'ylak lozimmi bichib olsam bo'ladi. Shtampil matoni illiq suvga chayib, salqin joyda mana shunaqangi qalin turbaga yoyib, quritib oldim. Modellashtirib olgan andozalarimni matoga joylashtirib oldim. Endi buni bichib olaman. Ko'ylak bilan lozimmi bichib oldim. Endi tikishni boshlayman. Ko'ylakni tikishni oldidan boshlayman. Birinchi bo'lib qiladigan ishim bu bokovoydagi ko'krak votachkani simmetrichniy qilib chizib olish. Mana. Chevarni ruchkasi bilan chizib oldim. Dazmol bosganda o'chib ketadi. Mana. Bir xil qilib chizib oldim. Endi mana shunaqa qilib votachkani chizib olganimdan keyin ustiga kasabeka tikiladigan chiziqlarni chizaman. Qaranglar qizlar. O'rtadagi chiziqni uzunligini 35 cm qilib oldim. Oralarini 6,5 cm dan o'lchab, mana shunaqa qilib chizdim. Bu o'rta chiziqdan bu chiziqni 12 cm kalta qildim. Bundan buni 12 cm kalta qildim. Shunday qilib, mana shu chiziqlarni mel bilan chizib oldim. Lion matodan kasabekalarni enini 4,5 cm qilib bichib oldim va 4 buklab qo'lchokida tikib mana shunaqa qilib tayyor qilib oldim. Endi bularni gavdaga tiksam bo'ladi. Tayyorlab olgan kasabekalarimni gavdaga qo'lchokida tikib olaman. Kasabekani qo'lchokida gavdaga tikib olganimdan keyin mashina bilan mana shunaqa qilib o'ng tomonidan tikib olaman. Kasabekani gavdaga tikib dazmol bosib oldim. Endi bokovoydagi ko'krak votachkani tiksam bo'ladi. Bokovoydagi ko'krak votachkani tikib dazmol bosib olganimdan keyin oldi va orqani yelkalarini bir-biriga qo'shib tikib oldim. Endi bo'yinga kasabekani tikib olaman. Qaranglar qizlar, mashinaning chokini 5 ga qo'yib, bo'yin aylanasini tikib oldim. Undan keyin uni ozgina burmaga yig'ib oldim. Keyin kasabekani o'rtasini ochib, ichiga bo'yinni solib, mana shunaqa qilib qo'l chokida oddiy bir qavat ip bilan tikib chiqdim. Mana shunaqa qilib tikib olganimdan keyin mashinada tikaman. Bu narsani sirrazim mashina bilan tikib bo'lmaydi. Agar birdaniga mashina bilan tikadigan bo'lsangiz, mana bu kasabeka aylanib ketib, bo'yin aylanasi xunuk bo'lib qoladi qizlar. Shunaqa bo'lmasligi uchun erinmasdan qo'l chokida tikib olinglar. Kasabekani har doim chap yelkadan boshlaysiz. Aylantirib kelib, chap yelkada to'xtatasiz. Shunda to'g'ri tikkan bo'lasiz. Kasabekani bo'yinga tikib bo'lganimdan keyin chevarni bo'yin yostig'iga kiyg'azib, dazmol bosaman. Bo'yinga dazmol bosib olganimdan keyin bokovoyni tikib, overlock qilib dazmol bosib oldim. Undan keyin etekni pasini pastelniy shov qilib tikdim. Pastelniy shov degani bu shtampil matoni 2 buklab tikishdir. Mana. Shunda ko'ylakni osti chiroyli bo'lib chiqadi. Yuvgan vaqtda iplari osilib qolmasligi uchun обязательно mana shunaqangi pastelniy shov qilib tikasiz.
Yenglarni birinchi bokovoyni tikib overlock qilib dazmol bosib oldim. Undan keyin bilagini pastelniy shov qilib tikib dazmol bosdim. Undan keyin qo'ltiqdan chap va o'ng tomonga 5 cm dan qoldirib, mashinani chokini 5 ga qo'yib, mana shunaqangi chok berib oldim. Endi bu chokni zborkaga yig'ib, gavdaga tiksam bo'ladi. Mana. Yengni akatini gavdaga qo'l chokida tikib olaman. Undan keyin simmetrичный chiqdimi, chiqmadimi shunisini tekshirib, undan keyin mashina bilan tikaman. Yengni gavdaga tikib, overlock qilib, dazmol bosib oldim. Mana chevarchilik sirlari kitobim va chok haqi ichida bo'lgan tayyor andozalarim sotuvda Ipodrom bozorida bor. Lozimmi? Ikkita oyog'ini tikib oldim. Endi og'ini tikaman. Lozimmi og'ini tikib, overlock qilib olganimdan keyin tepa pasini pastelniy shov qilib tikib oldim. Lozimmi beliga rezinka o'tkazib tayyor qilib oldim. Undan keyin lozimmi oldi qismiga mana shunaqa qilib oq ipdan ikkita bog'ich qilib qo'ydim. Bu lozimmi oldi, bu orqasi. Kiyayotgan vaqtda adashib ketmasligi uchun har doim lozimlarni oldiga mana shunaqa qilib ipda bog'ich qilib qo'yaman. Qizlar, sizlarga ham maslahat beraman. Ko'rib turganingizdek, ko'ylak lozimmi tikib bo'ldim. Darsim foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, o'z fikringizni yozib ketinglar.